Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Farg'onalik klientimizga xudo xolasa 11-15 motorimiz 2 stalik kunnamiz. Tayida mana bunaqangi tayyor holatda anaqa temir ramalarimizni qilich qilib yasatib qo'yganmiz. Xo'p, akalar, tayyor qilib yig'ib qo'ydik. Mana bunaqa qora shlanglari ham ko'ryapsizlar. Vobshe baquvvat narsa bo'ladi, akalar. Xudo xolasa Farg'onalik klientimizga shuni nasosimizni komplet holatda jo'natib olyapmiz. Bunimiz 1 litr rasxod qiladi, salarkaga ishlaydi. Soatiga 1 litr rasxod qiladi. 400 tonna suv tashlab beradi. 2 stali og'izda mana akalar. Buni akalar komplektida klapanlari, hamma yo'llarini bonus qo'shib berdi akalar. Xo'p, ikkita remen, ikkita xomatlarni ham bonusga qo'shib berdik. Bundan tashqari akalar, Andijonga akalar, Farg'onadan keyin Andijonlik bitta klientimizga xudo xolasa mana bunaqangi tayyor rama bilan mana bunaqangi balonlarni ham tayyor holatda yig'ib qo'ydik. Yasattirib berdik. Nisbatan qimmatroq yuradi. Xo'p, akalar, keyin akalar mana bunaqangi 150 litrlik 8 ta parrayli, ya'ni 8 ta kirchatkali 150 litrlik kunlarimizdan ham qo'yib berdik. Bundan tashqari mana bunaqangi 11 motorimizni ham akalar tayyor holatda qo'yib qo'ydik. Sog'ayganlik uchun chachilgan holatda qo'yib qo'yganmiz akalar. Mana bunaqangi pajamni shlenlari, mana bunaqangi mana ko'ryapsizlar, klapanlari bilan qilib berdik. Xo'p, akalar, narxiga kelyapti bo'lsa, mana shu 11-15 komplektimiz mana bunaqangi tayyor ramalar, shlankalardan tashqari atiga $700 komketigina qilib beraman sizlar uchun. Faqatgina obunachilarimiz uchun bizga obuna bo'lib qo'yib, pastda nomerlar bor. Bemalol telefon qilib xarid qila olasizlar, zakaz qila olasizlar. Xo'p, akalar, 11:00 da akalar $600 qilib beramiz. Lekin mana bunaqangi balonsiz variantini, balonli variantini jicha qimmatroq yuradi nisbatan. Uni ham akalar kelishilgan narxda qilib beraveramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan holda qilib beramiz. Pastda nomerlarimiz bor. Bemalol zakaz qilib xarid qila olasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingizni esdan chiqmasin. Bizga obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin akalar.